muborakbod etaman. Guliston tumani baxshilar yurti. Shuning uchun ham bayram sayli baxshilarsiz o'tmaydi. Do'mbira sadolari ostida Navro'zni tarannum etuvchi baxshi ovozi sayl maydoni uzra mag'rur jarang sochdi. Shogirdlar bilan mana bugun bayramda mana chiqishlar qildik. Mana shu Guliston tumani 13-sonli bolalar musiqa san'at maktabida mana baxshichilik sinfi ochildi. Mana 2-sinfda tahsil olyapti mana shogirdlarimiz. Xalqaro tanlovlarda, respublika tanlovlarida mana faol ishtirok etib kelyapti. Avvalo bu mana shunday tinch yurtga yarashadi. Mana shu yurtboshimizni sayyor harakatlari bilan chiqargan farmonlar bilan mana yosh baxshilarimizni baxshichilik san'atini mana shunday chiroyli darajaga olib chiqqan avvalo yurtboshimiz bo'ladi. Mana bugun mana shu prezidentimizning tashabbuslari bilan mana shunday chiroyli Sirdaryoda ham baxshilar maktabi paydo bo'lib, mana shunday yosh baxshilar Alpomish Go'ro'g'li dostonlarini kuylab, xudo xolasa dunyoni titratadigan o'zini ovozlari bilan, o'zini so'zi bilan, o'zini sozi bilan, o'zini dostonlari bilan xalqni olqishini oladigan baxshilar bo'lib yetishadi degan umiddamiz. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Xalqimizda to'yga to'yona bilan degan gap bor. Guliston tumanidagi 11-son maktabgacha ta'lim tashkiloti to'liq rekonstruksiya qilinib, zamonaviy qiyofada qayta foydalanishga topshirilganligi